Diqqat, tezkor xabar. Ushbu haftada ob-havo 20 darajadan yuqoriga ko'tariladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib like bosishni unutmang. 11 noyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 14-19 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining ayrim joylarida o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 2-8 daraja iliq, kunduz kuni 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 12-19 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining tog'li hududlarida yomg'ir yog'ib, qorga aylanishi kutilmoqda.